Aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan juda ham bir qiziqarli bo'lgan faktni ko'rib chiqamiz. Ya'ni kichik hajmli mahsulotlar iqtisodiy jihatdan effektivnimi, samaradormi yoki katta hajmli mahsulotlarmi? Misol uchun kichkina hajmli yong'oqni olsak ko'proq foyda qilamizmi yoki katta hajmli yong'oq bizga samaradorroq bo'ladimi? Buning uchun keling oddiy elementlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana katta kub. Bu xohlagan bir meva, olaylik bodringdir, pomidordir, kartoshkadir. Agar u katta hajmli bo'ladigan bo'lsa, o'sha katta hajmni chetlarini biz kesib chiqamiz. Ya'ni mevasi, doni ichida ko'proq qoladi. Endi xuddi shu mahsulot kichkina bo'lsa nima bo'ladi? Keling ko'rib chiqamiz qanaqa bo'ladi. Kichkina bo'ladigan bo'lsa, buni joylashtirsak, ko'rib turganingizdek bundan bir nechta ketadi. Endi tasavvur qiling, buni hamma tarafi kesilgan. Ya'ni sabzi bo'lsin, piyoz bo'lsin yoki kartoshka bo'lsin, yong'oq bo'lsin, demak butun cheti, ya'ni sirti olib tashlanadi po'choqqa. Tasavvur qiling, bu kichkinalarning hamma tarafi demak kesilgan. Bu yerda aniq ko'rinyaptiki, demak biz uchun iqtisodiy jihatdan agar narxi bir xil bo'ladigan bo'lsa, kattaroq hajmli mahsulotlarni olganimiz foydali ekan.